Bu o'yinni o'ynaganlar bormi? O'yinning asosiy kutiladigan maqsad nima? Zoro yugurish, tillarni terish, to'g'rimi? Endi hayot shunga qiyos qila olamizmi? Mana biz hozir hayotimiz shunga qiyos qila olamiz agar bizni, men tushuntiraman, ishga niyat qilmasdan kelayotgan bo'lsak. Biz bitta liniyada yuguryapmiz, nimaga? Maqsad chunki ishda yaxshiroq ishlash, to'g'rimi? Endi Subway Surfers'da bilasizlar, magnit bor, a? Bitta joydan yugurib, hamma oltin tersa bo'ladi. Bu nima desa, hayotdagi bor imkoniyatdan maksimal foydalanishda. Endi niyat mana shu narsani ochib beradi. Bu meni qarashim. Men nima deyman, bolalarga ishga kelayotganda har doim niyatga birinchi halol pul topaman-da. Birinchisi, u nimaga olib boradi desa, levi qilmoqchi bo'lsa yoki not urishmoqchi bo'lsa, to'xta, niyatim to'g'ri edi-ku deydi, to'g'rimi? Ikkinchisi shu o'ziga berilgan vazifalarni ishxonada shu maksimalli qo'ldan kelgancha 100% bajarish kerak. Misol uchun-da, endi qilib kelsa bu niyat uncha magnit. Tushunasizlar? Ya'ni bitta yo'lda yugaveradi. Lekin to'g'ri niyat qilgani uchun hamma oldidan terib keturadi. Buni men dars o'rgatolmayman, chunki bu men vazifam emas, lekin kitob bor. Amallar, niyatlari ko'radir degan. Men hammaga shu tavsiya qilaman. Shu kitob o'qishsin, keyin atom odatlar. Mana shu kitob o'qishsa, mana shu aytgan 6 ta narsani bemalol qilisha oladi.